Assalomu alaykum hammaga. Creator Academy YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga 2026-yilda AI sabab yo'qolishi mumkin bo'lgan 5 ta kasb haqida aytib bermoqchiman. Agar kasbingiz mana shu ro'yxatda bo'lsa, hozirdan yangi skill o'rganishni boshlang. Sun'iy intellekt endi faqat texnologiya haqida emas, u sizning ish joyingizga, daromadingizga va kelajagingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmoqda. Birinchi kasb ma'lumot kirituvchi operator. Ma'lumotlarni kiritish, jadvallarni to'ldirish, hujjatlarni qayta ishlash, bularning barchasi bugun AI tomonidan 10 barobar tezroq va aniqroq bajarilmoqda. ChatGPT, Zapier, RPA tizimlari bu ishni sekundlar ichida amalga oshirmoqda. Xo'p, AI nima qiladi? OCR texnologiyasi va NLP yordamida hujjatlarni avtomatik o'qib, tizimga kiritadi. Xavf darajasi McKinsey ma'lumotlariga ko'ra, bu sohadagi ishlarning 78% 2027-yilgacha avtomatlashtiriladi. Eng muqobil yo'l esa AI tizimlarini boshqarishni, ma'lumotlar tahlilini va Power BI kabi vositalarni o'rganish hisoblanadi. Ikkinchi kasb bu call center operatori. Mijozlarga javob berish, shikoyatlarni qabul qilish, buyurtmalarni rasmiylashtirish bu vazifalarni endi AI chatbotlar va ovozli assistentlar bajarmoqda. Amazon, Sberbank va yuzlab kompaniyalar allaqachon call markazlarini yopmoqda. Chatbot bitta 10 mingdan oshiq mijozga xizmat ko'rsata oladi. 24/7 ishlay oladi. Dam olish, maosh talab qilmaydi. Sentiment analiz orqali mijoz kayfiyatini aniqlaydi va ko'p tilda muloqot qila oladi. Hozirgi kunda call center operatorlarining 65% 3 yil ichida ishdan bo'shatilishi kutilmoqda. Uchinchi kasb bank kassiri va hujjatchi. Moliyaviy operatsiyalarni qayta ishlash, kredit arizalarini baholash, hujjatlarni tekshirish, bularning ko'pi fintech va AI platformalari tomonidan allaqachon o'z zimmalariga olindi. 2020-yilda onlayn banklar paydo bo'la boshladi, oddiy operatsiyalar raqamlashtirildi. 2023-yilda AI credit scoring tizimlari insonlardan aniqroq natija bera boshladi. 2025-yilga kelib esa ChatGPT Turk asosidagi tizimlar shartnomalarni tahlil qilgan bo'lsa, 2026-yilda kassirlarning 50% o'rnini avtomatik tizimlar egallay boshladi. To'rtinchi kasb bu oddiy kontent yozuvchi. AI nima yozadi? SEO maqolalar va blog postlar yozishi mumkin. Mahsulot tavsifi va AI email matnini tahlil qilib berish mumkin. Ijtimoiy tarmoq postlarini yozib berish mumkin. Yangiliklar xabarlarini yozib berish mumkin. Tarjima va lokalizatsiya qilib berish mumkin. ChatGPT, Jasper, Copy AI kabi vositalar 1 daqiqada professional maqola yozib bera oladi. Biroq bu hamma yozuvchilar uchun xavf degani emas. Ijodiy, chuqur tahliliy va shaxsiy brendli kontent hali ham insonlar qo'lida hisoblanadi. Muqobil yo'l bu AI prompt engineering va yoki AI assistant content strategist bo'lishni o'rganish kerak. 5-kasb bu haydovchi va yetkazib beruvchilar. Avtomatlashuv holatiga keladigan bo'lsak, Tesla, Waymo va Yandex STC allaqachon o'z-o'zidan haydaladigan taksi va yetkazib berish mashinalarini ishlatishmoqda. Dron yetkazib berish esa shahar logistikasini tubdan o'zgartirmoqda. Raqamlar nima deydi? Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, transport sohasidagi ishlarning 40% 2030-yilga qadar avtomatlashadi. O'zbekistonda ham elektr transport va AI logistika tizimlari jadal rivojlanmoqda. Endi xavf darajasini qiyosiy ko'radigan bo'lsak, eng katta xavf ostida bu ma'lumot kirituvchi kasb hisoblanadi. Keyingi o'rinda call center operatori, keyingi o'rinda bank kassirlari, oddiy kontent yozuvchilar, keyingi o'rinda va eng oxirgi o'rinda haydovchi, yetkazib beruvchilar. Chunki haydovchi va yetkazib beruvchilarning o'rnini to'liq qoplash uchun katta byudjet talab etiladi. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Bundan biz qo'rqishimiz kerakmi? Albatta yo'q. AI sizning dushmaningiz emas. Uni to'g'ri ishlatganlar uchun bu eng yaxshi qurol hisoblanadi. Har bir yo'qolayotgan kasb o'rniga yangilari paydo bo'lmoqda. Masalan, AI prompt engineer, AI tizimlardan maksimal samara olish uchun to'g'ri so'rovlar yozishni o'rganishimiz kerak. Data analyst, ya'ni ma'lumotlarni tahlil qilish va biznes qarorlarini qabul qilishda ko'mak berishimiz kerak. AI content strategist, AI yordamida kontent yaratish va strategiyani boshqarishni o'rganuvchi kasb va kiber xavfsizlik mutaxassisligi AI tizimlarini himoya qilish hamda xavfsizlikni ta'minlash sohasidagi talab oshmoqda.
bugundan boshlash mumkin bo'lgan 3 ta qadam. AI vositalarini o'rganishimiz kerak, shaxsiy brendimizni qurishimiz kerak va yangi sohaga ko'prik qo'yishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? AI vositalarini o'rganish uchun ChatGPT, Midjourney, Notion, AI bularni ishlatishni bilish bu 2026-yildagi asosiy vazifamiz hisoblanadi. Kuniga 30 daqiqa ajratishimiz va 3 oy davomida mutaxassisga aylanishimiz mumkin. LinkedIn, Telegram, YouTube orqali o'z sohamizdagi bilimlarimizni ulashishimiz mumkin. Shu orqali shaxsiy brendimizni qurishimiz mumkin. AI hech qachon sizning shaxsiy tajribangizni takrorlay olmaydi va albatta yangi sohaga ko'prik qurish uchun hozirgi kasbingizni AI bilan birlashtirishimiz mumkin. Masalan, bank kassiri fintech konsultantga aylanish mumkin. Kontent yozuvchi AI content managerga aylanish mumkin. Kombinatsiya eng kuchli strategiya hisoblanadi bu sohada. Kelajak tayyorgarlik ko'rganlarga tegishli. AI sizni almashtirmaydi. AI ni ishlatadigan boshqa inson sizni almashtiradi. Hozir o'rganish eng aqlli investitsiya hisoblanadi. Zero Robert Greene aytganda, the future belongs to who learn more skills and combine them in creative ways. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. To'liq video kanal Creator Academy YouTube kanalida berilgan.